Erkinlik degani shu ekanmi? Yuzimga urilgan shamol naqadar muzdek, naqadar yot. 15 yildan keyin nafas olayotgan havo emas, xuddi o'tmishning sharpasidek. Qamoqxonaning zax va mog'orli hidi hamon o'pkamda, lekin bu sovuq havo toza, balki shu qadar tozaki, ichimdagi barcha chirkinliklarni yuvib yuborguday. Men Sarvinoz, 48 yoshda, bir paytlar qotil deb nom qozongan, ammo haqiqatda qurbon bo'lgan ayolman. Orqamda qalin temir darvoza g'ijirlab yopilganda yuragim ham siqilib ketdi. Endi hech qachon o'sha do'zaxga qaytmayman. 15 yil. 15 yil umrimning eng go'zal paytlari, onalik baxtim, ayolligim, orzularim, hammasi o'sha sovuq devorlar ortida qoldi. Qo'limda kichkina, yirtiq selofan paket, butun boyligim. Ichida bir juft eskirgan kiyim, ozgina pul va bitta sarg'ayib ketgan fotosurat. Suratda 5 yoshli, ko'zlari javdirab turgan o'g'ilcham Javohir. Uning bu jilmayib turgan chehrasi 15 yil davomida mening tirik qolishimga, aqldan ozmasligimga sabab bo'lgan yagona najot farishtam edi. Qadamsan og'ir, lekin qat'iy. Men nima uchun o'tirib chiqqanimni butun dunyo biladi, lekin haqiqatni faqat men va Yaratgan bilamiz. 15 yil oldin meni o'z erimni vahshiylarcha o'ldirgan qotil ayol sifatida sud qilishgandi. Har kuni kaltak yegan, xorlangan Sarvinoz. O'sha mudhish tunda erim Murodning qonga belangan jasadi tepasida, qo'limda bolta bilan qo'lga olingandim. Sudda ham, tergovda ham bir og'iz so'z aytmadim. Ha, men o'ldirdim, dedim, u jim bo'ldim. O'g'lim Javohirni erimning qarindoshlari olib ketishdi. Begona qishloq, tanish nigohlar. Tuman markazidan chiqadigan eski avtobus meni tug'ilib o'sgan, ammo endi butunlay begona bo'lib qolgan qishlog'im Soybo'yga olib keldi. Avtobusdan tushishim bilan qishloqning tuproqli ko'chalari, eski guvala devorlar va uzoqdagi tog' cho'qqilari ko'zimga issiq ko'rindi. Lekin odamlar mutlaqo o'zgargan edi. Bekatda turgan 2-3 ta qariya va do'kondan non ko'tarib chiqayotgan ayollar meni ko'rib, joylarida qotib qolishdi. 15 yil yuzlarni o'zgartiradi, sochlarga oq tushiradi, ammo qishloq odamlarning xotirasini o'chira olmaydi. Ularning pichirlashgani ochiq-oydin eshitilib turardi. Anavi Murodning xotini Sarvinozmi? Ha, o'sha qamoqdan chiqibdi-da, eri bechorani chopib tashlagan qonxo'r-ku bu. Nega yana bu yerga keldi ekan? Yuzi qursin. Men bu gaplarni eshitmasam ham ularning nigohidagi nafrat va qo'rquvni ochiq his qilib turardim. Boshimni egmadim. 15 yil qamoq mening ichimdagi qizaloq nazokatini so'ndirib, o'rniga toshdek qattiq iroda o'rnatgan edi. Qishloqning chekkasida joylashgan, og'zining eski uyga qarab yurdim. Maqsadim uyni sotish yoki tartibga keltirish, eng muhimi esa o'g'lim Javohirni topish edi. Qarindoshlari menga xat yozish u yoqda tursin, biror marta yo'qlab boshmagandi. Kulash arafasidagi uy. Qishloq oxiridagi qabristonga yaqin joylashgan hovliga yetib kelganimda qadamlarim sekinlashdi. 15 yil qarovsiz qolgan uy tanib bo'lmas holatga kelgandi. Temir darvoza zanglab, bir tomoni qiyshayib tushib qolgan. Hovlini tizzadan keladigan yovvoyi o'tlar va tikanaklar bosgan. Mevali daraxtlarning shoxlari qaqrab qurib qolgan edi. Loydan qurilgan eski uyning tomidagi shferlar singan, ba'zi joylarda devorlar nam, yomg'ir va qor ta'sirida tushgan. Uy qachonlardir bu yerda odam yashaganini emas, balki qandaydir qadimiy arvohlar makonini eslatardi. Zanglagan eshikni g'ichirlatib ochib, hovliga qadam qo'ydim. Har bir qadamda o'tmish xotiralari miyamga nayzadek sanchilardi. Hovli o'rtasidagi eski supa. Qachonlardir kichkina Javohir yugurib o'ynagan anor daraxtining tagi. Hammasi huvillab yotardi. Uyning asosiy xonasiga, mudhish qotillik yuz bergan o'sha dahlizga yaqinlashdim. Eshikning qulfi allaqachon zanglab, parchalanib ketgan, kimdir uni urib ochib tashlab ketganga o'xshardi. Ichkariga kirdim. Zax, chang va chirigan yog'och hidi dimoqqa urildi. Deraza oynalari singan bo'lib, ichkariga kuzning xira nuri tushib turardi. Xona o'rtasida o'sha mash'um tundan qolgan eski taxta qoldig'i, burchakda esa yirtiq ko'rpalar yotardi. 15 yil qamoqxonada tushlarimga kirib, meni qon terga botirgan bu manzarani ongida ko'rish men uchun kutilgandan ham og'irroq bo'ldi. Tiz cho'kdim, yuzimni qo'llarim bilan to'sib unsiz yig'ladim. Bu o'tgan 15 yil ichida birinchi marta yig'lashim edi. Birozdan so'ng o'zimni qo'lga olib o'rnimdan turdim.
Yig'lash bilan ish bitmaydi. Bu xarobani tozalashim, o'zimga kelishim kerak. Ertaga Javohirni qidirishni boshlayman deb o'yladim. Atrofni ko'zdan kechira boshladim. Burchakda turgan chang va o'rgimchak to'riga botgan eski og'ir yog' sandiqni chetga surmoqchi bo'ldim. Sandiq men kutgandan ham og'ir edi. Bor kuchim bilan itargan paytimda chirigan taxta pol qattiq qars etib sindi va oyog'im tizzasigacha pol ostidagi bo'shliqqa tushib ketdi. Oh deb yubordim, oyog'imni tortib olar ekanman. Taxta parchalanib, pol ostidagi tuproqli yer to'la qismi ochilib qolgandi. Chuqurga egilib qaradim. Qorong'ilik ichida qandaydir kuti yaltirab ko'rindi. Avvaliga buni kalamush yoki zanglagan temir parchasidir deb o'yladim. Lekin qiziqish ustun kelib qo'limni chuqurga tiqdim. Yo'q, bu tasodifiy narsa emasdi. Taxta ostiga juda puxtalik bilan yashirilgan, qalin qora sellofanga o'ralgan og'ir temir kuti edi. Bu nima bo'lishi mumkin? Murod mendan yashirincha biror narsa saqlaganmi deb o'yladim marhum erimni eslab. Kutini olib chiqib changini artdim. Sellofanni yirtib ochganimda kutining usti zanglamaganini, nisbatan toza ekanligini ko'rdim. Bu kuti bu yerda 15 yil yotmagan edi. Chang va o'rgimchak to'rlari taxta ustida qalin bo'lsa-da, pol ostidagi bu kuti yaqindagina shu yerga qo'yilgandek tuyuldi. Titragan barmoqlarim bilan kutining qulfini tortdim. Qulf ochiq edi. Qopqog'ini ko'tardim va ko'zlarim dahshatdan chaqchayib ketdi. Nafasim ichimga tushib, yuragim qinidan chiqib ketgudek bo'ldi. Sirning ochilishi. Kuti ichida taxlam yangi, g'ijimlanmagan $1 100 minglab dollar yotardi. Bu qadar ko'pni men umrimda ko'rmagandim. Lekin meni shokka tushirgan narsa pullar emasdi. Pullarning ustida bitta yangi yaltiroq qog'ozda chop etilgan fotosurat va buklangan oq xat yotardi. Suratni qo'limga oldim. Unda taxminan 20 yoshlardagi, kelishgan, baland bo'yli yigit qandaydir qimmatbaho mashina yonida jilmayib turardi. Yigitning ko'zlari, qoshlari. Bu Javohir edi, mening o'g'lim. Lekin qishloqdagi qarindoshlari uni doim kambag'allikda, yetimxonada o'sdi deb xabar berishgandi-ku. Shoshib xatni ochdim. Xat kompyuterda emas, qo'lda shoshqaloqlik bilan yozilgandi. Ona, agar siz bu xatni o'qiyotgan bo'lsangiz, demak ozodlikka chiqibsiz. Men sizni 15 yil kutdim. Mening baxtim va hayotim uchun o'zingizni qamoqqa urib, o'sha iflos qotillikni bo'yningizga olganingizni men bilaman, ona. Lekin vaziyat o'zgardi. Men ular aytgandek oddiy yetim bola bo'lib o'smadim. Dadamning o'limi ortida siz bilmagan dahshatli sirlar bor ekan. Men o'sha sirni topdim. Bu pullar faqat boshlanishi. Meni qidirmang. Qishloqdagi hech kimga bu pullar haqida churq etmang. Uyning ostida yer to'laning 2-qavatida siz bilishingiz kerak bo'lgan eng asosiy narsa bor. Zudlik bilan o'sha yerni oching. Men sizni yaqinda o'zim topaman. O'g'lingiz Javohir. Xat qo'limdan tushib ketdi. Xonaning sovuq havosi menga qaynayotgan olovdek tuyuldi. Qotillikni bo'yningizga olganingizni bilaman deb pichirladim telbalarcha. Demak, u biladi. Darhaqiqat 15 yil oldin erimni men o'ldirmagandim. O'sha tunda uyga qop-qora kiyimli noma'lum shaxslar bostirib kirib, erimni vahshiylarcha chopib tashlashgan. Bolam Javohirning bo'g'ziga pichoq tirab, agar politsiyaga o'zing bo'yningga olmasang, bolangning kallasini olamiz, deb tahdid qilishgandi. Men bolamning hayotini saqlab qolish uchun 15 yillik do'zaxni qabul qilgandim. Lekin hozir o'g'lim tirik, boy va qandaydir xavfli o'yinning ichida yurardi. Eng qizig'i, xatda yer to'laning 2-qavati haqida yozilgan edi. Qanaqa 2-qavat? Bu oddiygina loydan qurilgan hovli-ku. Kutini chetga qo'yib, polning qolgan chirigan taxtalarini ham qo'llarim bilan qontalash qilib yula boshladim. Asl dahshat va sirlar endi boshlanayotgan edi. 15 yillik zulmatdan so'ng xaroba uydagi sir. 2 qism: qonli o'tmishning qora sandig'i va yer to'ladagi sharpalar. Qontalash barmoqlar va yashirin eshik. Qo'llarim qonab ketayotganiga, taxta siniqlari tirnoqlarim ostiga kirib, chidab bo'lmas og'riq berayotganiga qaramay chirigan polni vahshiylarcha yulib tashladim. O'g'lim Javohirning xatti miyamda qayta aylanardi. 15 yil davomida tosh qotgan vujudimga qandaydir g'ayritabiiy, hayvoniy kuch bag'ishlagan edi.
Polning 4 ta qalin taxtasini ko'chirib tashlagach, chuqurlik ostida yana bir qavat, silliq betondan ishlangan pol borligi namoyon bo'ldi. Betonning o'rta qismida zanglab ketgan qalin temir halqa turardi. Yerto'laning 2-chi qavati. Xatdagi so'zlarni esladim. Bu shunchaki qishloq uyining yerto'lasi emasdi. Bu uzoq yillar avval juda katta mablag' va maxfiylik bilan qurilgan bunkerning kirish eshigi edi. Temir halqani 2 qo'lim bilan ushlab bor kuchim bilan tortdim. Zanglagan ilgaklar qattiq g'ijirlab, uzoq yillik sukunatdan so'ng o'z o'rnidan jildi. Og'ir temir qopqoq ochilishi bilan pastdan zax, mog'or va qandaydir kimyoviy moddalar aralashgan o'tkir hid dimoqqa urildi. Qopqoq ostida qorong'ilik qariga singib ketgan beton zinapoya. Men qamoqxonadan olgan gugurtni chaqdim. Olifning titroq yorug'ida pastga qarab qadam bosdim. 1-2-10 qadam. Zina tugagach, sovuq beton polga qadam qo'ydim. Gugurt cho'pi tugab barmog'imni yondirdi. Qorong'ilikda devorni paypaslab, elektr kalitini qidirdim. Qo'lim sovuq plastmassaga tegdi va uni pastga bosdim. Kutilmaganda shiftda o'rnatilgan qalin shishali lampalar miltillab yondi. 15 yil qarovsiz yotgan uyda elektr toki yo'q edi, ammo bu yer to'la o'zining maxsus yashirin avtonom generatoriga ulangan ko'rinardi. Murodning asl basharasi, qotilmi yoki qurbon? Xona yorishganda nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi. 15 yil qamoqda o'zimni jallodek his qilib, erimning o'limida qisman bo'lsa-da aybdor sanab, uning sharpasidan qo'rqib yashagandim. Murod men uchun doim aroq ichib, meni sababsiz kaltaklaydigan qishloqning oddiy qashshoq traktorchisi edi. Hech bo'lmaganda men shunday deb o'ylardim. Lekin hozir ko'z oldimda namoyon bo'lgan manzara butunlay boshqa bir olamni ochib berdi. Keng betondan quyilgan xona, devorlarda o'nlab, hatto o'sha davr uchun eng so'nggi rusumdagi monitorlar, ratsiyalar va aloqa apparatlari o'rnatilgandi. Xonaning o'rtasida og'ir temir stol ustida esa turli xil papkalar, chizmalar va to'pponcha turardi. Burchakda ochilgan ulkan temir seyf. Murod, sen o'zi kim eding, deb pichirladim dahshatdan qotib. Sekin qadamlar bilan stolga yaqinlashdim. Papkalardan birini ochdim. Ichida chet tillarida yozilgan bioxavf hujjatlari, qandaydir kimyoviy qurollar yoki giyohvand moddalarning tranzit yo'llari chizilgan xaritalar va yuzlab odamlarning fotosuratlari bor edi. Murodning o'ziga tegishli 5 ta har xil pasport. Har bir pasportda uning rasmi, ammo ismlari turli xil: rossiyalik tadbirkor, qozog'istonlik logistika mutaxassisi. Shokka tushdim. Mening erim oddiy ichkilikboz qishloqi emas ekan. U xalqaro jinoiy guruhning, tranzit mafiyasining yashirin koordinatori bo'lgan ekan. Qishloqdagi qashshoq hayot, uning aroqxo'rligi, barchasi shunchaki e'tiborni tortmaslik uchun o'ylab topilgan mukammal niqob bo'lgan. Meni har kuni kaltaklagani ham, ehtimol, uning o'ziga xos paranoyasi, asabiy zo'riqishi tufayli bo'lgandir. Stol ustida qora jildli qalin daftar yotardi. Daftarni ochdim. Bu Murodning shaxsiy kundaligi edi. Oxirgi yozuvlarni o'qiy boshladim. Sana qotillik yuz berishidan 2 kun oldin ular mendan shubhalanishni boshlashdi. Soyadagilar molning katta qismini o'g'irlaganimni bilib qolishsa, meni tirik qo'yishmaydi. Barcha pullarni, dalillarni shu bunkerga yashirdim. Agar xotinim Sarvinos qachondir buni topsa, meni kechir, Sarvinos. Men seni xor qildim, chunki bu iflos o'yin ichida o'zim ham hayvonga aylanib bo'lgandim. Seni himoya qilishning yagona yo'li sendan uzoqroq bo'lish, senga hech narsani aytmaslik edi. Agar ular kelishsa, hammasini mening bo'ynimga qo'yishadi. Bolamiz Javohirni asra. Qishloq raisi va tuman milisi boshlig'i Asqarov, ular soyadagilarning odamlari. Ularga hech qachon ishonma. Daftarni ushlagan qo'llarim qaltirab ketdi. Asqarov deb pichirladim. Asqarov 15 yil oldin qotillik kechasi 10 daqiqa ichida yetib kelgan, Javohirning tomog'iga pichoq tiralganini ko'rsa ham hech narsa qilmagan, meni qonli bolta bilan suratga olib, soxta iqrorlik xatini majburan yozdirgan o'sha iflos tergovchi. U endilikda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i darajasiga ko'tarilganini qamoqxonadagi televizordan ko'rgan edim. Ular erimni pul uchun o'ldirishgan. Meni esa oson qurbon, jinoyatni yopish uchun bahona qilib qamoqqa tiqishgan. Javohirni esa o'z nazoratlarida ushlash uchun qarindoshlarga berishgan.
Stolning chetida yana bir kichkina, yangi yelimlangan konvert turardi. Uni ochdim. Ichidan zamonaviy ixcham smartfon va yana bir parcha xat chiqdi. Bu xat Javohirdan edi, xuddi yuqoridagi sandiqda qoldirilgani kabi. Ona, siz endi dadamning kim bo'lganini bildingiz. Lekin ular hamon shu uyni kuzatishadi. Men bu yer to'lani o'tgan yili topdim. Dadam qoldirgan hujjatlarni o'rgandim va men o'sha soyadagilarning o'z uyasiga kirib oldim. Hozir men ularning ichidaman, lekin ular mening kimligimni bilishmaydi. Bu telefonni faqat poytaxtga yetib borgach yoqing, ungacha zinor yoqmang, joylashuvingizni aniqlashadi. Stol tortmasidagi to'pponchani oling, u sizga kerak bo'ladi. Orqa devordagi temir shkaf orqasida eski sovet davridan qolgan suv quvuri bor, u qabristonga olib chiqadi, shu yerdan keting. Ular sizning qishloqqa qaytganingizni eshitib tez orada yetib kelishadi. Meni kuting, o'g'lingiz Javohir. O'zimni tush ko'rayotgandek his qilardim. Mening 5 yoshli yig'loqi bolam bugun 20 yoshli, xavfli sindikat ichiga kirib olgan josus va qasoskorga aylangan edi. Onalik instinkti vujudimdagi barcha qo'rquvni o'ldirdi. Agar bolam o'sha olov ichida bo'lsa, men ham o'sha olovga tushishga va o'g'limni kuydirmoqchi bo'lganlarning kulini ko'kka sovurishga tayyor edim. Stol tortmasini ochdim. Ichida og'ir, qora bo'yalgan to'pponcha yotardi. 15 yil qamoqda qattiq mehnat qilib, yog'och kesib yurgan qo'llarim endi titramasdi. Qurolni oldim, belimga qistirdim. Murodning daftari, pasportlari va smartfonni kurtkamning ichki cho'ntagiga soldim. Tepadan olib tushgan 100 minglab dollarlik pullarni esa eskirgan yuk xaltaga joyladim. Kutilmaganda tepadan, xaroba uyning hovlisidan mashina tormozining chiyillagan ovozi eshitildi. Orqasidan mashina eshiklari tars-tars yopildi. Nafasimni ichimga yutdim va chiroqni o'chirdim. Qorong'i bunkerda to'xtovsiz urayotgan yuragimning ovozi o'zimga baralla eshitilardi. Tepada uyning eshigi tepkilab ochildi. Shoshqaloq erkak qadamlari chirigan taxta pol ustida yurib kela boshladi. Ular aynan bunker qopqog'i ustida to'xtashdi. Chang va mayda tuproq tepadan yuzimga to'kildi. Vayronani qarang, rais, bu yerda kalamushdan boshqa tirik jon yo'q-ku, dedi xirillagan dag'al ovozli kimdir. Jingina Qidir, Zokir, deb oshqirdi ikkinchi ovoz. Bu ovozni men mingta ovoz ichidan ham tanirdim. Bu qishloq raisi, o'g'limning uzoq qarindoshi, meni qamoqqa ketayotganda sud zalida bizning naslimizdan shunday qotil chiqqanidan or qilaman, deb tupurgan Norboy edi. Asqarov aka shaxsan o'zi qo'ng'iroq qildi, davom etdi Norboy. O'sha jodugar bugun qamoqdan chiqdi, uyga borgani aniq. Nima qilib bo'lsa ham uni ushlanglar. Agar Murodning maxfiy arxivi bo'lsa, u faqat o'sha uyda yashiringan bo'lishi mumkin. Topinglar. Yer to'lasi bo'lish kerak. Rais aka, anavi joyni qarang, dedi birinchi odam. Pol taxtalari ko'chirilganini payqab qolishdi. Pol buzilgan. Qara, yangi olingan bu taxtalar. U shu yerda. Chiroqni yoq, to'pponchani tayyorla, tiriklayin, o'sha jodugarni topamiz, deb baqirdi Norboy vahima va vahshiylik aralash. Temir qopqoq og'ir tortila boshladi. Yorug'lik tusha boshladi. Zulmatdagi yirtqich onaning qasosi. Men qorong'i burchakka yashirindim. Qopqoq to'liq ochilib, tepadan bir kishining yuzi va fonar nuri tushdi. Pastga tushadigan zinapoya. Men tushyapman, dedi Zokir ismli yugurdak. U qora kurtka kiygan, qo'lida to'pponcha bor edi. U zinadan pastga ehtiyotkorlik bilan tusha boshladi. 5 qadam, 10 qadam. Uning orqasidan Norboy ham tusha boshladi. Ular meni hech qachon inson o'rnida ko'rishmadi. Bolamni mendan tortib olishdi, yoshligimni temir panjaralar ortida chiritishdi. Endi o'zimni himoya qilish vaqti keldi. Miyamda shu so'zlar qon bilan aylanardi. Qamoqxonaning ayovsiz qonunlari meni bitta narsaga o'rgatgandi. Agar sen hujum qilmasang, seni parchalab tashlashadi. Zokir pastga yetib kelib, fonarni atrofga aylantirgan zahoti men qorong'ilikdan yirtqich kabi otilib chiqdim. Qo'limdagi og'ir temir bo'lagi, bunker stolining oyog'idan uzib olgan temirim bilan Zokirning to'pponcha ushlagan qo'liga bor kuchim bilan soldim. Sekinagan suyakning qars etgan ovozi chiqdi. Zokir baqirib to'pponchasini tushirib yubordi. Men bir soniya ham yo'qotmay uning jag'iga tizzam bilan qattiq zarba berdim. Yigit hushini yo'qotib yerga yiqildi.
Zina yarmida turgan Norboy dahshatdan qotib qoldi. U 15 yil oldingi o'sha ezilgan, yig'loqi, mushtipar Sarvinozni ko'raman deb o'ylagandi. Ammo uning oldida ko'zlari qonga to'lgan, qo'lida qurol ushlagan, qotilga aylangan jangchi ayol turardi. Sen qanday qilib? Norboy orqaga chekinmoqchi bo'ldi, lekin qorong'ida oyog'i toyib ketdi. Men yerdagi to'pponchani olib, to'g'ri Norboyning peshonasiga to'g'riladim. Barmoqlarim tepkida zarracha qaltiramasdi. Menga qara, Norboy. Xonim bir, urug'im bir deb hisoblagan akam, deb pichirladim. Ovozim yer to'laning sovuq havosidan ham muzdekroq eshitildi. Sen Javohirni begonalarga sotding, meni dushmanlarga topshirding. O'sha tunda Asqarov bilan birga eding, to'g'rimi? Hammasini bilarding. Norboy titrab qaltirardi. Sarvinoz, singlim, qilma. Ular meni o'ldirishardi. Men sening bolangni saqlab qolish uchun rozi bo'lgandim. Menda ayb yo'q. Yolg'on. To'pponchaning stvolini uning peshonasiga qattiq bosdim. Endi hammangiz javob berasiz. Hammangiz. Bu dunyodagi do'zaxingiz endi boshlanadi. Javohirning tirnog'iga zarar yetsa, butun qishloqni yoqib yuboraman. Hozir uxlab tur. To'pponchaning orqa qismi bilan Norboyning chakkasiga kuchli zarba tushirdim. Rais ingrab zinapoyalar ustiga hushsiz quladi. Vaqt yo'q edi. Tepada yana odamlar bo'lishi mumkin. Orqa devordagi og'ir temir shkafni bor kuchim bilan itardim. Shkaf orqasida aytilganidek zanglagan temir panjara va keng qorong'i tuynuk, bu eski drenaj quvuri edi. Yukxaltani yelkamga osdim, to'pponchani belimga joyladim, panjarani olib tashladim-da, tor quvur ichiga emaklab kirdim. Ko'r, sovuq loy va zax. Taxminan 50 metrlar emaklagach, tepada yorug'lik tuynugi ko'rindi. Tuynuk qopqog'ini itarib ochdim va tashqariga chiqdim. Noyabrning sovuq shamoli yuzimga urildi. Men haqiqatan ham qishloq chetidagi eski qabristonning ichida, butalar orasidan chiqib kelgandim. Uzoqdan o'g'limning xarobi hovlisi va u yerda to'xtab turgan qora jip mashinasi ko'rinib turardi. Hovlida kimdir yugurib yurgan, qandaydir baqir-chaqir ovozlari eshitilardi. Men mashinaga qarab nafrat bilan tupurdim. Men qaytdim. Endi navbat sizniki, deb pichirladim. Qabriston devoridan oshib o'tib, qishloqni aylanib o'tadigan yashirin dala yo'li orqali katta trassaga qarab yura boshladim. Oldimda poytaxtga yetib borish, o'g'lim yuborgan telefonni yoqish va xalqaro mafiya yoxud hukumatdagi korrupsionerlarga qarshi shafqatsiz o'yinga kirishish vazifasi turardi. Qamoqxonada yig'lagan ojiz ayol qabristonda qoldi. Bugun tunda poytaxtga qarab yurgan inson, faqat farzandi uchun yashaydigan va yo'lidagi barcha to'siqni parchalab tashlaydigan arvoh edi. Javohirga yetib borishim uchun esa avval katta shaharning yovvoyi o'rmonlaridan tirik o'tib olishim kerak edi. O'yin endi boshlandi. 15 yillik zulmatdan so'ng xaroba uydagi sir. 3 qism: poytaxtdagi o'f va qondan yaralgan qasos. Tungi yo'lovchi, temir vaqt va tosh qotgan yurak. Qabriston devoridan oshib tushganimdan keyin, kuzning qahraton shamoliga qaramay, dala yo'llari orqali trassaga qarab tez-tez qadam tashladim. O'g'limning eski uyida Norboy va uning yugurdagi hushsiz yotardi. Tong otgach esa butun qishloq raisining kaltaklangani va mening g'oyib bo'lganim haqida shov-shuv ko'tarishi aniq edi. Asqarov tomonidan butun respublika bo'ylab qidiruvga berilishimni juda yaxshi bilardim. Endi men nafaqat sobiq mahkum, balki xavfli qochqin edim. Katta trassaga chiqib, sovuqdan qaltirab turganimda uzoqdan yuk mashinasining chiroqlari ko'rindi. Qo'limni ko'tardim. Qovun tarvuz ortilgan qari yuk mashinasi qattiq g'ichirlab to'xtadi. Haydovchi yoshi 60larga borgan, yuzini ajin bosgan charchagan chol edi. "Qayoqqa, qizim, bu yarim tunda?" deb so'radi u kabinasidan boshini chiqarib. "Poytaxtga, iltimos, aka. Onam og'ir yotibdi, zudlik bilan yetib borishim kerak", dedim. Qamoqxonada o'rgangan ishonchli va yalinchoq ohangda. Chol menga rahmi kelib, kabinaga chiqishga ruxsat berdi. Kabinaning ichi issiq, benzin va eski tamaki isi edi. Yuk mashinasi tunda gumburlab poytaxt sari yo'l oldi. Ko'zimni yummadim. O'ng qo'lim doimiy ravishda kurtkamning cho'ntagida sovuq temir to'pponchani qisib turardi. 15 yil oldin qamoqqa tushgan yosh kelinchak o'lgan edi.
Uning o'rniga endi har qanday xavfga yuzma-yuz kelishga tayyor, asablari po'latdek qotgan ayol tug'ilgandi. Miyamda faqat bir fikr aylanardi: Javohirni topish, uni himoya qilish va Murodning haqiqiy qotillaridan qasos olish. Begona shahar va qora telefon. Tong saharda yuk mashinasi poytaxtning chekkasiga yetib keldi. Cholga minnatdorchilik bildirib, sumkamdan o'sha yerto'ladan olingan pullardan bir dasta chiqarmoqchi bo'ldim, fikrimdan qaytdim. Dollarni ko'rsa shubhalanadi, deb o'ylab, o'g'limning qamoqdan chiqqanda berilgan eski so'mlardan tutqazdim-da, mashinadan tushib qoldim. Poytaxt meni lol qoldirdi. 15 yil, butun bir asr. Men qamoqqa kirganimda ko'chalar ochiq, binolar oddiy edi. Endi esa osmono'par binolar, 100 minglab g'ijillagan, galati, chiroyli mashinalar, hamma joyda reklama chiroqlari, odamlarning qo'lida qandaydir yaltiroq oynalar, telefonlar, quloqlarda simsiz moslamalar. O'zimni boshqa sayyoraga tushib qolgandek his qildim. Ko'zga tashlanmaslik uchun odam kamroq yuradigan eski xiyobonga kirdim. Skameykaga o'tirib, Javohir qoldirgan zamonaviy smartfonni oldim. Yonidagi tugmani bosdim. Ekran yorishib, qora fonda qandaydir murakkab parolni talab qiluvchi oyna chiqdi. Hayron bo'ldim. Parol qanday bo'lishi mumkin? Javohir nimani nazarda tutdi ekan? Biroz o'ylanib turdim-da, o'g'limning tug'ilgan yilini yozib ko'rdim. Xato. O'zimning tug'ilgan yilimni yozdim. Xato. Keyin qotillik yuz bergan yil va oyni raqamlarda kiritdim. Taq. Ekran ochildi. Qulf yechilgach ekranda faqat bitta ilova ko'rindi. Bu mutlaqo maxfiy aloqa dasturi edi. Ilovani ochishim bilan xuddi uzoq vaqt kutib turgandek bitta xabar keldi. Sizni kutyapman. Eson-omon yetib keldingizmi? Ekrandagi yashil tugmani bosing va joylashuvingizni yuboring. Yashil tugmani bosdim. 5 soniyadan so'ng javob keldi. Yaxshi. Siz turgan joydan 2 kilometr uzoqlikda katta chorva bozori bor. O'sha yerga boring. Odamlar ichiga kiring. Ustingizdagi qora paltoni yechib tashlang. Bozordan ochiq qizil rangli ro'mol sotib oling. Soat roppa-rosa 12 da bozorning eski gumbazi ostida bo'ling. Bizni soyadagilar allaqachon izlashyapti. Ehtiyot bo'ling. Olomon ichidagi o'yin. Aytilgandek qildim. Chorva bozoriga yetib borganimda soat kunduzgi 1:30 edi. Bozor xuddi qaynab turgan qozonga o'xshardi. Ziravorlar, issiq non, kabob hidi dimoqni yorardi. Minglab odamlar u yoqdan bu yoqqa yuguradi. Bu shovqin qamoqxonaning o'lik sukunatiga o'rganib qolgan boshimni og'ritib yubordi. Chekkadagi do'kondan e'tiborimni tortadigan ochiq qizil rangli ro'mol sotib oldim va boshimga o'radim. Eski, ko'zga tashlanadigan kulrang paltomni esa axlat qutisiga tashladim. Ostimdagi oddiy jun qora koftada qoldim. To'pponcha qornimga, shimning kamariga mahkam qisilgan, ustidan kofta tushib turardi. Ryuksakni qattiq quchoqlab olgandim. Soat 4:10-15 bo'ldi. Men ulkan moviy gumbaz ostidagi markaziy rastalar oralig'ida turardim. Kutilmaganda yonimdan yoshgina, sport kiyimidagi yigit tezlik bilan o'tib ketdi. O'tib ketayotib, u yelkamga ataylab urilib ketdi va "Kechirasiz, xola" degancha olomon ichiga singib yo'qoldi. Qo'rquvdan qo'limni cho'ntagimga soldim. Cho'ntagimda qandaydir mayda qora plastmassa moslama yotardi. Bu simsiz quloqchin, naushnik edi. Smartfonga yangi xabar keldi. Quloqchinni taqing. Atrofga shubha bilan qarab, quloqchinni qulog'imga taqdim. Bir necha soniyadan so'ng quloqchinda pichirlagan erkak kishining yoqimli, ammo juda og'ir va sovuq ovozi eshitildi. "Ona, meni eshityapsizmi?" Nafasim to'xtab qoldi. Ko'zlarimdan olovdek yosh otilib chiqdi. Bu mening Javohirim edi. 15 yil avval, "Oyi, meni yubormang" deb yig'lagan bolaning ovozi hozir qandaydir tajribali zobitning, sovuqqon ovchining ovoziga aylangan edi. "Javohir, bolam", pichirladim lablarim titrab. "Yig'lashga vaqt yo'q, ona", dedi ovoz darhol his-tuyg'ularni chetga surib. "Sizning orqangizda 20 metr uzoqlikda ikkita qora kurtkali odam kelyapti. Ular qishloqdan beri sizning izingizga tushgan. Asqarovning odamlari. Hozir chapga burilasiz. Go'sht rastalari orasiga kiring." Darhol o'zimni qo'lga oldim.
Onalik mehr ortga chekindi, o'rniga omon qolish instinkti ishga tushdi. Orqamga qaramay chapga, tor va qorong'uroq go'sht rastalari tomonga burildim. Endi tezroq yuring. 3-burilishdan o'ngga, yer to'ladagi omborxonalar tomonga tushing deb buyruq berardi Javohir. Uning qayerdadir kameradan yoki balandlikdan qarab turgani aniq edi. Aytilgandek yer to'laga olib boradigan nam, zax zinadan tushdim. Orqamdan qadam tovushlari tezlashgani eshitildi. 2 ta'qibchi meni ko'zdan qochirmaslik uchun yugura boshlagandi. Zinadan tushgach temir eshik bor. O'shani ochib kiring, dedi Javohir. Eshikni ochib kirdim. Bu yer qop-qorong'i katta omborxona edi. Eshikni yopishim bilan qorong'ilikdan kimningdir baquvvat qo'llari og'zimni yopib, meni devorga qattiq tortdi. Qarshilik ko'rsatib to'pponchamga yopishmoqchi bo'ldim. Shti. Menman, ona degan tanish pichirlash eshitildi. To'xtab qoldim. Oldimda baland bo'yli, egniga qimmatbaho qora palto kiygan, yuzlari qotib ketgan, ko'zlari xuddi tunda yaltiragan bo'rdek o'tkir yigit turardi. Javohir. U qop-qora sochlarni orqaga taragan, yuzida kichik yengil chandiq bor edi. Ona va bola qorong'i omborxonada bir-birlariga tikilib qolishdi. 15 yil. O'zimni tuta olmadim. Uning ko'kragiga yuzimni bosib, unsiz jim yig'lay boshladim. Javohir ham bir soniyaga qotib qoldi. So'ngra keng yelkalari silkinib, onasini qattiq bag'riga bosdi. Uning sovuq ko'zlaridan ham yosh tomchiladi. Ammo uchrashuv atiga bir necha soniya davom etdi. Eshik ortidan gumburlagan musht ovozlari eshitildi. Eshikni och, iflos, qayoqqa ketdi u xotin deb baqirardi ta'qibchilar. Vaqt yo'q, ona, orqamdan yuring, dedi Javohir to'pponchasini chiqarib. Ular omborxonaning orqa eshigidan chiqib, bozorning yer osti avtoturargohiga yetib kelishdi. U yerda qora oynalari qoraytirilgan zirhli Gelandwagen turardi. Javohir eshikni ochdi, men orqa o'rindiqqa o'tirdim. Mashina joyidan kuchli gumburlab siljidi. Shaharning keng ko'chalariga chiqqachgina o'g'limning yuziga to'yib qaradim. Bolam, senga nima qilishdi? Sen oddiy odamga o'xshamaysan. Boyagi pullar, bu mashina, qurol. Sen o'zi kimsan deb so'radim xavotir bilan. Javohir rulni boshqarib borarkan, og'ir xo'rsinib qo'ydi. Siz qamoqqa tushganingizdan keyin meni dadamning qarindoshlariga berishdi. Lekin ular meni yetimxonaga topshirib yuborishdi. O'sha yerda esa soyadagilarning odamlari kuchli, aqlli bolalarni tanlab olib, o'zlarining jinoiy imperiyasiga yugurdak qilib o'stirisharkan. Meni 10 yoshimdan boshlab jang qilishga, kompyuter buzishga va qon to'kishga o'rgatishdi. Men ularning eng zo'r ovchilaridan biriga aylandim. Yuragim orqasiga tortib ketdi. O'g'lim hayotini asrash uchun qurbon bo'lgan onasi bilmagan holda aynan qotillarning xizmatkoriga aylantirilgan ekan. 20 yoshimda men o'z onamning ishi bo'yicha arxivni yashirincha buzib kirdim, davom etdi Javohir tishlarini g'ijirlatib. O'shanda bildimki, siz qotil emassiz. Dadamning aslida kim bo'lganini bildim. Dadam, Asqarov va qishloqdagi Norboy rais, ular hammalari bitta halqada edi. Ko'lanka degan guruhning odamlari. Dadam ularning katta miqdordagi giyohvand moddalarini o'zlashtirmoqchi bo'lgan, shuning uchun uni o'ldirib, aybni sizga yuklashgan. Meni esa o'z qo'llarida qul qilib yetishtirishdi. Asqarov hozir general bo'lib qolgan. Uni qanday yengamiz, bolam? Axir biz ikkimizmiz, ular butun boshli davlat idoralari-ku, dedim qo'rqib. Asqarov ularning shunchaki davlatdagi iti, xolos. Ona, eng asosiysi. Ulug'bek degan odam bor. Ko'lankaning eng katta rahbari. Men uning kimligini topdim. Va endi men shunchaki yugurdak emas, ularning tizimini ichidan portlatadigan bombaman. Dadamning sizga qoldirgan pullari menga bu o'yinni boshlashim uchun kerak edi. Siz hozir bu pullarni o'sha qutidan oldingizmi? Ha, dedim ryuksakni ko'rsatib. Hammasi shu yerda. Dadangning yozuvlari ham bor. Javohir oyna orqali orqaga qaradi-da, yuzida dahshatli, yirtqich tabassum paydo bo'ldi. Juda yaxshi, ona. Lekin hozir biroz mehmonlarimiz keldi. O'zimizni himoya qilishimiz kerak, dedi u rulni qattiq qisib. Orqaga qaradim. Mashinamiz orqasidan ikkita qop-qora, davlat raqamisiz katta mashina katta tezlikda quvib kelardi. Ular meni kuzatishmadi.
Ular mening mashinamga qandaydir kuzatuvchi chip qo'yishgan ko'rinadi. Tizimda sotqin bor, dedi Javohir mashina tezligini oshirib. Ko'chaning tor qismiga kirganimizda oldindan yana bitta mashina chiqib yo'lni to'sib qo'ydi. Javohir mashinani qattiq tormozladi. Mashina g'ildiraklari tutab ko'ndalang to'xtadi. Ikki tomondan bizni qisib olishdi. 6 ta qora kiyimli, avtomat va to'pponchalar bilan qurollangan jangarilar mashinalardan tushib bizga qarab kela boshladi. "Ona, boshingizni eging", deb baqirdi Javohir. Taq taq taq. Mashinaning o'q o'tmas oynalariga qator o'qlar yog'ildi. Oynalar sinmadi, lekin yorila boshladi. Javohir mashina eshigini ochib, uning orqasiga yashirindi va javob o'qini uzishni boshladi. Bitta dushman quladi, lekin ular ko'p edi. Ularning maqsadi Javohirni emas, mening qo'limdagi hujjatlarni qo'lga kiritish va guvohni yo'q qilish edi. Men orqa o'rindiqda titrab yotardim. Ammo qulog'im ostida o'qlarning vizillashi miyamdagi qo'rquvni batamom yuvib tashladi. Agar hozir jim yotsam, 15 yillik azobim bekor ketadi. Endigina topgan yagona bolamdan ayrilaman. Belimga qisilgan Murodning bunkeridan olgan og'ir sovet to'pponchasini chiqardim. Uni qo'limda qisib, mashina eshigini sekin ochdim-da, pastga emaklab tushdim. Jangarilardan ikkitasi Javohirni o'qqa tutib, orqa tomondan aylanib kelayotganini ko'rdim. Ular Javohirning e'tibori oldinga chalg'iganidan foydalanmoqchi edi. To'pponchani ikki qo'lim bilan ushladim. 15 yil yog'och kesib qotib ketgan qo'llarim to'pponchani mixdek qotirib turardi. Nishonga oldim. Qotilning e'tibori Javohirda ekanligidan foydalanib, to'g'ri uning oyog'iga qaratib tepkini bosdim. Gum. Bu qurolning ovozi quloqni kar qilgudek baland edi. Qotil oyog'idan o'q yeb baqirib yiqildi. Ikkinchi qotil shoshib orqasiga burilguncha, men ko'zimni chirt yumib yana bir bor tepkini bosdim. Bu safar o'q dushmanning yelkasini teshib o'tdi. Uning to'pponchasi qulab tushdi. Javohir onasining bu harakatidan hayratdan lol qoldi. Onasi Jabrdiyda, yig'loqi Sarvinoz hozir shafqatsizlarcha 2 nafar professional qotilni yerga tishlatgan edi. Javohir qolganlarni ham o'qqa tutib, dushmanlarni orqaga chekinishga majbur qildi. "Qochdik, ona", deb baqirdi u qo'limdan tortib. Ko'cha bo'ylab yugurib, tor ko'chalardan biriga kirib ketdik. Dushmanlar o'z yaradorlari bilan chalg'ib qolishdi. Ovchilar hujumga o'tadi. Yarim soatdan so'ng shaharning sanoat hududida joylashgan, tashlandiq, ammo ichi zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlangan maxfiy bunker kapsulaga yetib keldik. Men holdan toyib stulga yiqildim. To'pponcha hali ham qo'limda edi. Javohir yonimga cho'kkalab qaltirayotgan qo'llarimdan qurolni sekin oldi. "Siz ajoyib ish qildingiz, ona. Men siz bilan faxrlanaman", dedi u mehr bilan ko'zlarimga boqib. Men chuqur nafas olib o'g'limning yuzini siladim. "Ular bizni tinch qo'yishmaydi, bolam. Asqarov va anavi Ulug'bek. Ular bizni qirib tashlashadi. Biz chet elga qochishimiz kerak. Dadangning pullari bor-ku." Javohir o'rnidan turdi. Uning ko'zlarida yana o'sha muzdek shafqatsiz porlash paydo bo'ldi. Stol ustidagi monitorlarni yoqdi. Ekranda butun shaharning xaritasi, undagi qizil nuqtalar va bir nechta byurokratlarning suratlari paydo bo'ldi. Ularning orasida general Asqarovning ham qorni qappaygan, takabbur basharasi turardi. "Biz qochmaymiz, ona", dedi Javohir stoldagi xaritaga mushtini urib. 15 yil qochganimiz yetadi. Ular mening otamni o'ldirishdi, sizning umringizni kemirishdi, meni esa itdek qilib o'stirmoqchi bo'lishdi. Endi yashirinish vaqti tugadi. Murod dadamning kundaligi qo'limizda. Bizda pul, qurol va faktlar bor. U menga qarab jilmaydi. Bugundan boshlab biz olja emasmiz. Biz ovchilarmiz. Va birinchi o'ljamiz sizning eski tanishingiz Asqarov bo'ladi. Ertaga uning hayotini do'zaxga aylantiramiz. Ona va bola qorong'i xonada o'zlarining yangi qonli qasos o'yiniga tayyorgarlik ko'ra boshlashdi. Tungi poytaxt ularni endi nafrat bilan emas, balki qandaydir qo'rquv bilan kutib turardi. Ular butun bir imperiyaga qarshi urush e'lon qilishgan edi. 15 yillik zulmatdan so'ng xaroba uydagi sir. 4 qism: generalning qulashi va arvohning qasosi. Ipni kesib tashlash, qasoskorning tug'ilishi. Maxfiy bunker kapsulada tong otdi.
Derazasiz, qalin beton devorli bu xonani faqat kompyuter monitorlarining ko'k nuri yoritib turardi. Javohir tuni bilan klaviatura tugmalarini asabiy bosib, raqamli xaritalar, yashirin bank hisoblari va kuzatuv kameralarining parollarini buzish bilan band bo'ldi. Men esa bir chekkada qamoqxonadan yagona olib chiqqan narsam, eskirgan janda kiyimlarimni axlat qopiga solib, og'zini mahkam bog'ladim. Oyna qarshisiga keldim. Oynadan menga 48 yoshli, yuzlarida chuqur ajinlar paydo bo'lgan, ko'zlari esa xuddi qora olovdek yonib turgan ayol qarab turardi. Sochlarim orasida oq oralagan. Stoldagi qaychini oldim-da, 15 yil davomida o'stirgan, qamoqxonadagi azoblarni o'ziga singdirgan uzun, ammo nursiz sochlarimni shafqatsizlarcha kesib tashlay boshladim. Sochlarim polga to'kilar ekan, go'yo o'zimning jabrdiyda, mazlum qiyofamdan xalos bo'layotgandek edim. Qisqa, harbiy uslubda kesilgan sochlar yuzimga qattiqqo'llik va yirtqichlik bag'ishladi. Javohir menga qarab hayratini yashira olmadi. U oldingi qatordagi sumkadan qora rangli zamonaviy taktik kiyim, qulay botinka va qora teri kurtka olib chiqdi. Bularni kiying, ona. Bugun tunda siz qishloq ayoli Sarvinoz emassiz. Siz bugun o'lim farishtasiz, dedi Javohir menga g'urur bilan boqib. Kiyimlarni almashtirgach, butunlay boshqa insonga aylandim. Erimning bunkeridan olingan og'ir to'pponchani belimdagi maxsus g'ilofga joyladim. General Askarovning himoyasi qanday deb so'radim, ovozimdagi sovuqqonlikdan o'zim ham hayratlanib. O'tgan kun kechagi otishma va boshdan kechirilgan dahshatlardan so'ng men orqaga yo'l yo'qligini, omon qolishning yagona yo'li hujum qilish ekanligini anglab yetgandim. Askarov shahar chetidagi elita posyolkada joylashgan o'z qasrida yashaydi. Javohir katta monitorni yoqdi. Ekranda 3 qavatli ulkan villa, baland devorlar va hovlidagi hovuzning chizmasi paydo bo'ldi. Hovlida 8 ta qurollangan tansoqchi bor. Uyning ichida o'zining shaxsiy xonasida barmoq izi bilan ochiladigan seyf mavjud. Lekin uning eng katta zaifligi manmanligi. U o'zini daxsiz deb hisoblaydi. U yerga qanday kiramiz? 8 ta qurolli odam bilan jangga kirsak, o'ligimizni ham topisholmaydi, dedim xaritaga sinchiklab qarab. Javohir kulimsirab qo'lidagi planshetni ko'rsatdi. Biz jangga kirmaymiz. Biz arvoh bo'lamiz. Bugun soat 2 da men butun posyolkaning elektr tarmog'iga kiberhujum uyushtiraman. Chiroq o'chganda ularning zaxira generatori ishga tushishi uchun roppa-rosa 45 soniya vaqt ketadi. Shu 45 soniya ichida kameralar ko'r bo'ladi, tansoqchilar vahimaga tushadi. Biz aynan shu darchadan foydalanib uyning ichiga kirib olamiz. Maqsad Askarovni o'z yotog'ida, qorovullari eshik ortida turganda jimginagina qo'lga olish. Zulmatdagi soya qasrga kirish. Tungi soat 1:55. Poytaxtning so'lim boylar yashaydigan hududida qop-qora osmon ostida faqat villalarning chiroqlari charaqlab turardi. Javohir bilan men Askarovning villasi orqasidagi baland qarag'ay daraxtlari orasida pishib turardik. Ikkalamizning ham yuzimizda qora niqob, qulog'imizda simsiz aloqa vositasi bor edi. Tayyorlaning, ona. 5, 4, 3. Javohir smartfonida qandaydir dasturni ishga tushirdi. 2, 1. Kutilmaganda butun posyolka zulmatga g'arq bo'ldi. Chiroqlar o'chdi, signallarning chiyillagan ovozi va qo'riqchilarning baqir-chaqiri eshitildi. Hozir, deb buyruq berdi Javohir. Baland devorga maxsus tortiladigan arqonni otib, chaqqonlik bilan oshib o'tdik. 45 soniya hayot va o'lim masalasi edi. Men o'g'limning orqasidan soyadek ergashib, hovuz yonidan yugurib o'tdim. Ochiq qolgan yozgi oshxona eshigi orqali villaning ichiga kirib oldik. Shu zahoti zaxira generatori gumburlab ishga tushdi va avariya chiroqlari yondi. U 2-qavatda o'zining shaxsiy kabinetida. Bugun u rafiqasi bilan emas, o'z ishxonasida yotibdi, chunki kechagi xabarlardan keyin asabiy holatda, deb pichirladi Javohir quloqchinga. Keng va qimmatbaho marmar yotqizilgan zinalardan hech qanday shovqinsiz ko'tarildik. 2-qavat yo'lagining oxirida, qalin yog'och eshik oldida bitta barvasta tansoqchi turardi. U qorong'ilikda nima bo'lganini anglashga urinib, ratsiyasini qulog'iga tutgan edi. Javohir menga jim turing deb ishora qildi-da, dahlizdagi haykalning orqasidan aylanib o'tdi.
Tansoqchi nimadir shivirlaganini eshitib burilgan zahoti Javohir uning bo'ynidan maxsus qisish usuli bilan ushlab, kislorod yo'lini to'sib qo'ydi. 5 soniyadan so'ng ulkan barvasta churq etmasdan hushidan ketib polga quladi. Eshik qulfini men buzaman, siz ichkariga kirasiz. Asqarov sizniki, ona. Menda unga aytadigan so'zim yo'q. Men eshikni poylayman. Bizda atigi 5 daqiqa bor, dedi Javohir. Eshik qulfiga qandaydir elektron moslama ulab, sekin chiq etgan ovoz eshitildi. Eshik ochildi. O'liklarning tirilishi, generalning kulashi. To'pponchani oldinga qaratib, sekin ichkariga qadam qo'ydim. Xona qimmatbaho charm, sigara va konyak hidiga to'lgan edi. Keng xonaning o'rtasidagi yaltiroq yog'och stol ortida, egnida general kiyimi emas, balki qimmatbaho shoyi xalatda Asqarov qadah ushlab o'tirardi. U elektr uzilganidan asabiylashib konyak ichayotgan edi. Eshik ochilganini ko'rib, qorovuli kirdi deb o'yladi. Rustam, senga nima dedim? Chiroqni qachon to'g'rilashadi o'zi, qanaqa ahmoqsanlar o'zi, deb baqirdi u o'rnidan qo'zg'almay. Sening qo'riqchilaring uxlab qoldi, Asqarov, degan sovuq ayol kishining ovozi uning qulog'iga o'qdek qadaldi. Asqarov qadahni tushirib yubordi. Shisha chil-chil sindi. U aylanib xona o'rtasida qora kiyimda, yuzining yarmi niqob bilan yopilgan, qo'lida to'pponcha tutib turgan ayolni ko'rdi. Men yuzimdagi niqobni pastga tushirdim. Generalning yuzi oppoq devordek oqarib ketdi. Uning ko'zlarida vahima, aqldan ozish darajasidagi qo'rquv paydo bo'ldi. U arvohni ko'rgandek qaltiray boshladi. Sarvinoz. Sen. Bu imkonsiz. Sening uyingga borganlar nima bo'ldi? Norboy qani, deb duduqlandi u stoldan orqaga tisarilib. Men to'pponchani uning peshonasiga qaratib yaqinlashdim. Har bir qadamim 15 yillik azobim, singan umidlarim va farzandsiz o'tgan tunlarim uchun bosilayotgandek edi. Ular endi uzoq vaqt uyg'onishmaydi. Lekin sen uyg'oqsan. Va o'z qilmishlaring tovonini to'lash vaqti keldi, pichirladim stolga yaqinlashib. Asqarov qo'llarini ko'tarib, baqaloq ko'zlari bilan kresloga yiqildi. Uning oldingi takabburligi va kibridan asar ham qolmagandi. Sarvinoz, tushun. Men shunchaki buyruqni bajarganman. O'shanda sening ering Ulug'bekning pullarini o'g'irlagandi. Ular uni baribir o'ldirishardi. Agar men senga qotillikni bo'yningga oldirmaganimda, o'sha kecha hammangizni, seni ham, Javohirni ham qirib tashlashardi. Uning bu so'zlari yuragimdagi so'nggi shubha uchqunlarini ham o'chirdi. Demak, hammasi rejalashtirilgan ekan. Mening butun hayotim, o'g'limning taqdiri, shunchaki ularning iflos o'yinlari uchun to'langan qurbonlik. Sen buyruqni bajargan bo'lsang, men ham hozir adolat buyrug'ini bajaraman, dedim va tepkini bosdim. O'q uning tizzasiga tegdi. Asqarov vahshiyona baqirib yubordi. Bu mening bolaligim uchun. Bu Javohirning yetim o'tgan umri uchun. Bu esa Murodning qabri ustiga yig'lagan ko'z yoshlarim uchun. Har bir so'zda uning vujudiga yana bir o'q qadalardi. Generalning faryodi butun villani larzaga keltirdi, lekin hech kim yordamga kelmadi. Javohir eshik ortida barcha aloqani uzgan, tansoqchilarni esa hushsizlantirgan edi. Men stol ustidagi hujjatlarga, pullarga va uning general mundiriga qaradim. Bularning barchasi yolg'on, qon va xiyonat ustiga qurilgan edi. Asqarov so'nggi nafasini olar ekan, qulog'iga egildim. Ulug'bekka ayt. Uning navbati endi. Sarvinoz va Javohir qaytishdi. Generalning jonsiz tanasi stolga quladi. Men orqaga o'girildim. Javohir eshik oldida turar, uning ko'zlarida g'alaba va chuqur qayg'u aralash bir ifoda bor edi. Ish bitdi, ona. Endi ketdik, dedi u. Biz xuddi kelganimizdek, arvohdek, soyadek villani tark etdik. Tong otar, shahar uyg'onar, ammo hech kim bu qasrda yuz bergan adolat bo'ronini bilmasdi. Bizni esa yangi jang, yangi ko'lankaning yuragi Ulug'bekni topish va yo'q qilish kutar edi. Ammo endi men qo'rqmasdim. Chunki yonimda o'g'lim, qo'limda haqiqat va yuragimda 15 yillik zulmatdan so'ng alangalangan qasos olovi bor edi. Va bu olov hech qachon o'chmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat. Qissadan o'zingizga kerakli xulosani chiqardingiz degan umiddamiz. Tutash taqdirlar kanaliga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang.
Keyingi hikoyalarda ko'rishguncha sog' bo'ling.